O'zbek shou-biznes olamida yana bir quvonchli yangilik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek shou-biznes olamidagi eng sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib taqdim etishda davom etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda har doim faol bo'lgan blogerlar juftligi aktrisa Feruza Yusupova hamda Abduvali Saxiyev xonadonida quvonchli yangilik. Aktrisa Feruza Yusupova ilk bora onalik maqomiga erishdi. Bu haqda uning turmush o'rtog'i bloger Abduvali Saxiyev o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida stories joylashtirib o'z kuzatuvchilariga ma'lum qildi. Eng qizig'i, yosh oilada ikki karra xursandchilik. Jajji chaqaloq otasining tug'ilgan kunida dunyoga keldi. Alhamdulillah, tug'ilgan kunimga eng zo'r sovg'a bo'ldi deya yozib qoldirdi Abduvali Saxiyev. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida aktrisa Feruza Yusupova ham istoriya joyladi hamda uni tabriklab yozayotgan barchadan minnatdor ekanligini aytib o'tdi. Bugun turmush o'rtog'i uchun kutilmagan sovg'a bo'lganligini ta'kidladi. Bugun men uchun eng baxtli kunlardan biri, chunki hayotga sevgilim, qalqonim, juftu halolim dunyoga kelganlar. Men o'z sovg'amni topshirdim. Ijtimoiy tarmoqlarda menga juda ham ko'plab savollar kelmoqda. Hammasiga birma-bir vaqt topib javob beraman. Eng ko'p kelgan savol ismini nima qo'yganimiz haqida. Ismini qo'ydik, o'ziga mos, lekin aytmayman. Bugun dadasi o'zlari qulog'ini ochdilar. Otasi azon aytganning savobi katta ekan. Meni duo qilib yozayotgan barchadan Alloh rozi bo'lsin. Sizga ham shunaqa shirin baxt nasib etsin deya yozib qoldirgan Feruza Yusupova.